Dostlar, sizlar bilan Blocraft yangi videoga hoş geldinglar. Bugungi videoda men ko'rib turganinglardek hamma bilgan va o'ynagan Speaker Focus Grow 2 qisqachasini qilib aytganda SFG2 o'ynaymiz. Va bu o'yinni hamma biladi. Bugun biz shunchaki dam olamiz. Video boshlashdan like bosinglar, obdo bo'linglar. Biz bu videoga ketdik. Bo'lishdan chiqmasin va hammaga mashhur kartada o'ynab ko'ramiz. Qani dushmanlar tanlaymiz. Bular dushman emas aslida. Nimaga buni tanlayapsan desanglar, ana bu hamma tanlayotgan ular yomon ekan. Ular islom emas ekan. Islomga qarshi ekan. Ana dushmanlar, dushman deb hisoblaganinglar islom ekan. Men eshitganman. Hani mana bunaqa qurollarni cho'zvordim. Endi esa nima menga yopishib oldi, uyatsiz. Nima menga yopishib olasan? Mayli. Hammada $700 bo'ladi boshlanishiga hamma biladi. Qadi sekin chiqamiz, uxlatamiz. Sekin chiqamiz, uxlatamiz. Sekin chiqamiz, o'tamiz. O'qti gap bo'ladi. Sekin chiqamiz, o'tamiz. Sekin chiqamiz, o'tamiz. Sekin chiqamiz, o'tamiz. Sekin chiqamiz, o'tamiz. Nimaga bunaqa qilyapti? Erkakchasiga mard maydonda sinalar deganlaridek, mard maydonda sinaladi. Qani kim mard ekan? Menmi yoki senmi? Kim mard? Kim mard? Kim mard? Men mardmi yoki sen? Oy jonim kam qoldi. Iltimos yordam beringlar. Men aptechka olay, aptechka olay. Sal qolsa o'lardim. Mana bu yerda aptechka olamiz. Bo'ldi. Jonim to'ldi dedim. Endi esa mard maydonda deganlaridek sen yoki men mardman. Men mardman. Chunki mana bu qurol menikidan yaxshiroq bo'ladi. Senga rangli ekan. Negadir biz o'zimizgina rangli qila olmaymiz. Qani maviyatlarda ham bormi? Yo'q, bu yerda yo'q, lekin aviyatda aniq bor. Ular ham bilib ketishyapti. Maviyatda aniq bor nishonlar. Mana men nima dedim? Qizlar ham bilsalar kerak. Qiz bola bilan o'g'il bola urushib, qiz bola yutib qo'ydi. Uyatsanmi qiz bola yutqizgani? Mana mavida senga otib tashasa bo'ladi. Senga oxirgi odamni o'ldirdim. Birinchisi bilan tugatdik. Endi esa ikkinchisi. 5 ta raund qilsak yetadi menimcha. Yoki nechtadir davlat. Ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar, bu videoga 20 tacha komment berasizlar, chunki kommentlar juda ham qiziq. Oddiy qurolda davr o'tib ketdi. Men eng yaxshi ko'rgan qurollardan biri Kalashnik. Endi esa sekin otamiz. Sekin kelib turib bitta otamiz, lekin dushman qani? Maviyag'iga berkib olib qo'rqoqlar. Maydonga ham chiqmishmayapti. Maviyatda maydonga chiqqanlar bor ekan. Shunga berkib olibdilar. Maviyatda ham aniq bor. Qani kiraylikchi. Mana bu yerda bitta bor ekan. Maviyatlarda ham tiqilib yotibdi ekan. Video qolib bo'lsa like bosinglar, obuna bo'ladi. Qani men senga yaramas. Oddiy qurolda yuribdi mana qaranglar. Bu qurolni qaranglar, mana bu qurolni. Qurolni ko'ryapsizlarmi? Qurol uyatsiz qurol. Uyatsiz so'zini bu videoda mencha juda ham ko'p ishlatsam kerak. PUBG'chilarning qurolini olaman. Chunki bu nimani eslatadi? PUBG'da eslatadi. Nima uchun? Hamma bilsa kerak. Chunki PUBG'da shunaqa mo'ljalli qurol bo'ladi. PUBG'da umuman bilmayman, lekin shunaqasi bo'ladi. Bu qurolning nomi nima edi? Mana shunaqa qurolni PUBG'dagi izohlarga yozib qoldirsanglar bo'ladi. PUBG'chilar uchun buni saqlab qolishga harakat qilaman. E'tibor bergan bo'lsanglar, men 3-raunddaman, lekin bir dolda ham o'lganim yo'q. Tepada 24 ta odam o'ldirib turibman. 0 ta o'lganim. Sen mana shu yerda ayyorlik bilan keldingmi bu? Mana bu yerdan ketaman. Mana bu zo'r qurol. Lekin PUBG'chilarmi yoki bir tinga qimmat qurolmi? Yo'q, bu bir tinga qimmat emas, mayli. Mana bu yerda dushmanlarni bostirib kelishyapti. Yo'q, dushmanlar emas, sheriklarim bostirib kelishyapti. Mana bu yerda aniq bo'ladi dushman. Mana bu otyapti ekan. 2 kishi bo'lib 1 kishini o'ldirib turibsan. Men birga bir chiqib yutib qo'ydim. Men ko'rishdimmi? Bitta o'q otish shunchalik qiyinmi senga? Endi esa boshqa qurol sotib olamiz. Sniper Bigmi sotib olamiz. Hamma bilsa kerak buni sniperligini. Qani endi sekingina birinchi qizni o'ldiramiz. U noqonuniy bo'lsa ham majburman.
Bu yerda ikkinchi jahon urushini sifirga 2 ko'rinishi ketadi. Bu yer qayerda bo'ladi? Moskva jangi ketyapti. Moskva jangi yoki Stalingrad jangi. Ikkinchi jahon urushini bilganlar Ikkinchi jahon urushi kitobidan 8000 ta o'qib turib, jonim kam qopda e'tibor ham bermabman. Ikkinchi jahon urushida 8 ta o'qib, YouTube'dan videolarni ko'rib, keyin aytishim kerak edi bu yerda. Men ham bunaqa qildim. Hop, endi esa bavday qilamiz. Keyin esa ketdik-da xullas. Qani senga nima buni kiyimi? Pastga tushib ketdik. Qalqonlilar ham o'lib qoldi. Senga 4 ta jonim qoldi. Bitta o'qotsa tamomman. Yana sotib olamiz. 3-4 tagina jonim bor, yana bitta dushman o'ldiraychi. Senga kallang. Senga ajoyib. Hop. Har ehtimolga qarshi kamzur sotib olamiz. Olovli bomba va mana bunaqa bombalar. Bunaqa bomba nimagadir paydo bo'lgan hammaydi. Endi bo'lsa buni ideal joyga chiqib olish kerak. Masalan, mana bu yerdan sekingina otamiz. Qani, aynan ideal joyga tushdi. Aynan mo'ljalga tushdi. Ko'rasizlarmi? Men bunaqalarni otishda ustaman. Ana, bir ko'pchilik odamlar o'lib ketyapti. Mana bu yerda kechasiga chiqamiz. Bu derazadan chiqishning zo'r yo'li. Sakrab turib o'tirishni bosasizlar. Bo'ldi. Nima sen o'g'ri bitsan? Nima seni beti o'g'ri? Mayli. Mana bu yerda dushman turibdi ekan. Orqangda dushman ko'rmaysanmi? Bitta mana bu yerda senga. Mashaka berkin olgan bo'ladi. O'lmay iltimos. Endi kuzatib turish kerakmi? Deyarli yutibmiz. Meni o'ldirganlar boshqa raund qilaman. Shuncha nechta raund, 5 ta raund qildim, lekin bir marta o'lib bitta odam o'ldirdim, lekin yana hali ancha bor. Taxminan 15 minutcha bo'lsa yetadi video. Qani yana mana bu yerda sotib olgan narsalar turadi. Ba'zilardan sotib tashlaymiz. Endi esa bodoq. O'zi bu unchalik ham yomon emas, yaxshi emas. Bitta odamni o'ldira oladi, lekin mana kim o'ldirdi meni? Qanday o'ldim? Bu yerda o'ldirish ilojsiz bo'lgan narsa edi. Teng bo'pti yana. Mayli, oxiriga kelib kuch yo'qotmasdan, motivatsiyani yo'qotmasdan, o'ldirib tashlamasdan. Endi esa menda bu kamroq ekan, shuning uchun arzonroq qurol sotib olamiz, bitta kamzor sotib olamiz. Xo'p, bitta bomba bekmen sotib olamiz. Qani, endi esa senga. Ular erkakka o'xshab kelyapti, lekin men o'lib bo'lmasligim uchun bashetta turibman, qo'rqoqdek bellar, lekin boshida shonli davrlarim keldi, endi o'tib ketyapti shekilli, lekin motivatsiyani o'ldirib tashladim. Nima? Mana qaranglar. Men bak topdim, sizlar. Bak topdim. O'zinglar ko'rdinglar-ku. Endi esa erkakchasiga urushni davom ettiradi. Va bu yerda sekingina chiqamiz. Erkakchasiga urushaman. Senga bitta odamni o'ldirib o'tiribsan. Qiz bolani ham o'ldirdik. Mana bu yerda dushman bormi? Yo'q, lekin mana bu yerda boshayotganlik. Yo'q ekan, lekin bu shidamgina, kichkinagina 50 ta odam o'ldirib, 2 ta o'libmiz. Qani, mana bu ikkosi egizak ekan, lekin quroli bir xil emas ekan, lekin quroli bir xilmi? Salqin suvlardim. Aptechka olib olishimiz kerak. 27 dollar olib qoldi. Chekini ko'rib turibsizlar, o'zinglar bilasizlar bu endi. Qani, mana bu yerda YouTube buzuq amal keyingi raundda jon yo'l to'ldi bo'ladi. Qani,
Mana bundan sotib olsak zo'rlaridan zo'r bo'lardi. Endi da bo'lmadi, pulim bekor ketdi. Buni yo'q qilishimiz kerak. Bavdek qilish kerak, bavdek qilish kerak. Nima sotib qo'ymadi, pulim ham ishlatilmadi zato. Mana bu yerda o'tyapsanmi? U qop-qora kiyim kiyib olgan, chunki istroplar qora kiyimmi kiyib oladimi, kiyim xullas bilmadim. Erkakchasiga binosiga bosib kiraman birinchi bo'lib. Xullas mana bu balandroq olsak zo'r bo'lardi. Mami, endi kiraman deganda chiqib turib bitta otib yuboryapti, yeriga boshim tiqilib, pistolet bilan yordam. Mayli endi esa. Mana bundan bitta sotib olamiz, yana mana bundan ham bitta sotib olsak o'lmaymiz. Va yana kamzor sotib olsak, eng maksimal sotib olsak bo'lar ekan kamzorni. Endi bizda qo'shimcha himoya bor. Xo'sh, endi esa sekingina mana bu yerdan chiqamiz. Sen ham chiqyapsanmi joy? Sekingina chiqamiz, dushman bor joyga otib yuboramiz. Qani ideal joyga tushadimi? Ideal joyga tushib turasizlar, bunaqa endi menga cho't emas. Xo'p, bas egara baslar qo'yganlarni otib tashlaymiz. Vahshiylarcha o'zi bo'yin vahshiylarcha-yu hammaylar. O'zinglar ham o'ynagansizlar-ku. Qani baveta ada bo'ladi. O'ldirish bo'pti-yu hammaylar. Ma dushmanmidi? Men shekayim debpa hammaylar. O'rtacha bo'lib ketyapman zo'rda hammaylar. Chat yozsam nima deb yozishar ekan? Mayli chat yozsam hech narsa deyish. Bular botda babi. Life hack agar sizlar qurollilar bo'lmasa yerda olib ishlatsangiz bo'ladi. Men bu qurolni yoqtirmayman, hammaylar uramiz. Menga kerak emas bu qurol. Qani bavdek qilib turib, bavdek qilamiz. Menga kerak emas bu qurol. Bu qurol yeradi desam, mana bu qurol. Mayli, mana bu qurol yirib tashlaydi. Bu kartada o'ynashda zerikib ketsa, boshqa kartada o'ynaymiz. Qani xotirada joy to'lmagan hali. Qani shu xotira nomi bo'ladi hammaylar. Men qidirayotgani qanikin, men qidirayotgani kerak. Men qidirayotgan qanikin, mana factory. Boshqa kartani ham yoqtiraman. Qani bavlar bubiymiz короче. 8 turda egasida bo'lar ekan dushman shekilda. Xo'p, qaysi biri bo'lsa bitta bavu bo'lamiz. Xo'p, endi esa sotib olamiz. Biz bavuldan sotib olamiz. Buni tez otib, sekin otsa bo'ladi. Tez otish emas, sekin otishiga o'tamiz, chunki o'q tejamagan bo'lamiz. Bu yerda otolmayman asal. Mana bu yerga kelib turib, mana bu yerda sekin tushamiz. Meni ko'rishmaydi, boshqalarga e'tibor qaratiladi. Keyin bo'lsa otib tashlayman. Otib tashlashayotganda buni berga olaman. Basenga shorib kam qo'ygandingiz, aptechka sotib olaman. Qani basenga yaraman. Qani qaysalar? Yo, bu yerda bo'lmayotgan qani. Mana budek bu yerda sakrab bo'lmayapti. Kuy. Bu sakrab bo'ldi, bir balo qilib chiqib oldim. Sakrab turib o'tirib oldim. Mana bu yerdan kelishyapti-kan. Yashirin otamiz ularni, yashirin. Ketdik. Men mana shu narvondan tushundan oddiy botlarga o'xshab. Qanday tushadi? O'zi. Qani mana bu yerdan kelishyapti. Basenga. Keyin hech kim yo'q. Mana bu yerda qo'rqlab turaman men. Odam kelsa o'ldiraman. Qani mana bu yerda odam kelyaptimi? Hali hech kim kelmayapti. Avuni otib o'ldirib tashay. Bitta odamni eplolmay o'tiribdi. Birga chiqib qolmayapti. Qani mana bu yerdan sekingina kelamiz. Keyin mana bu yerga tushamiz va dushmanlarni o'ldiramiz. Men yashirincha yo'qolibman. Qani bu yerda menimcha hech kim yo'q. Mana bu yerda kim bor? Mana bu yerda kimdir bor ekan, men adashib qo'yibman. Qani mana bu yerda kimdir bormi? Mana bu yerdan tushibdi-da ular. Qani boshida paydo bo'lgan joyimizda yana yuryapmiz. Qani purush.
Bularda quroli qanaqa qurol ekan? Menikidan yaxshirog'i yo'q. Qurolim zo'r qurol. Sizlarga maslahat beraman, bu qurol zo'r. Man u yerda oxirgi odam bor ekan. Uchga bir chiqib yutolmayapti. Qiz bola uyalmaysanmi? Qani endi tuzukroq qurol sotib olsak bo'ladi. Sizlarga qanaqa bilmadim, lekin mavi qurol sotib olish menga juda ham yoqadi. U nima balo yana? Nima balo? Qonli oymi? Yoki Marsmi? Mars bizni oyimizni yeb qo'yibdi. Mars bizni oyimizni yeb qo'yibdi. Yangiliklar. Mars bizning oy yeb qo'yibdi. Qiziq, Anvetdan dilimga o'xshab takrorlarmikin? Oh my god! Deyapman, takrorladim. Mayli. Mana shu raund tugatsak video tugaydi, chunki video 15 minutdan aniq oshib ketdi. Xotiraman, lekin joy to'lmagan ekan. Vaqtinglarcha pichog'ini ishlatmayman, oddiy qurolni ishlataman. Qiziq, mavlarga sakramasdan chiqishga iloji yo'q ekan. Qani mavlarga kelishyapti, men ham mashinadan boraman, tushamiz. Sekin asta boramiz. Tepadan boshlasam, mavlardan borsa o'lib. Qani bu yerda kim bor? Kim bor bu yerda? Bu yerda kimdir bor ekan. Hatto ochyapti, chunki chiqaylikchi. Hamma yo'lda o'q ovozlari. Kecha jahon urushining safiga 2 versiyasi. Bas ekan. 2 o'q otgandan keyin kutish kerak. Lekin bu yaxshigina jon oladi. Bas ekan. Bitta o'qda yo'qib tashlasa bo'lar ekan. Bitta o'qda urib ketyapti. Qani xullas. Xullas video tugadi. Agar video yoqsa like bosing, sizlar bilan mendan bu bo'ldi. Keyingi videolargacha uchrashguncha